Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, aziz ustozlar. Mana bugun biz bayrog'imizning 18-noyabr bayrog'imizni qabul qilingan kuniga bag'ishlab 4-sinf o'quvchilari kichkina tadbir tayyorlaganmiz. Shu tadbirni olib borish uchun sinfimizning a'lochi o'quvchilari Ashuralik Dilshod va Pardaboyevadan taklif qilaman. Shukrona aytamiz qutlug' kunlarga, ma'noga, mazmunga to'liq kunlarga, farovon, ravshan, ulug' kunlarga, ey ozod diyorim O'zbekistonim. Assalomu alaykum mehr quyosh, qalbodosh ustozlar va aziz o'quvchilar. Mana bugun davlatimiz ramzlaridan bayroq tashkil topganiga 30 yil to'ldi. Biz 4-sinf o'quvchilari sizlarni ushbu kun bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Assalom ona yurt to'ya o'lkasi, tarixda sinfning yo'l nihoyasi, senga bag'ishlangan muqaddas qo'shiq, bu o'zbek tilining o'z madhiyasi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bosh qomusimizning 5-moddasiga mamlakatimiz o'z davlat ramzi bayrog'iga ega bo'lishi mustahkam belgilab qo'yilgan. Har bir davlat suverenitetini belgilaydigan o'z ramzlari bor. Davlat bayrog'i ular orasida alohida o'rin tutadi. Zero bayroq xalqining o'tmishi va bugungi mustaqilligi va tinchligining barqarorligidir. Davlatimiz bayrog'i O'zbekiston Respublikasi rasmiy delegatsiyalarining xorijiy mamlakatlarga safarlari chog'ida, xalqaro tashkilotlarda, konferensiyalarda, jahon ko'rgazmalarida, sport musobaqalarida O'zbekiston timsoli sifatida hilpirab turadi. Bugungi BMT binosi oldida hilpirab turgan xorijiy mamlakatlardagi diplomatiya, savdo vakolatxonalari va konsullik masalalari, binolar oldida hilpirab turgan milliy kemalarimizga tasvir tushirilgan O'zbekiston bayrog'i barchamizga faxr, iftixor, shukronalik hissini uyg'otadi. Bugun jahonning yuksak minbarlarida, dunyo sahnasida, olimpiada o'yinlarida g'oliblikka qo'lga kiritgan sportchilarimiz tobora ulkan kuch-qudrat va salohiyat kasb etayotgan faxriylarimiz qo'lida sarbaland bo'lgan yurtimiz bayrog'i har birimizga yuksak g'urur, faxr, iftixor bag'ishlaydi. Ana shunday lahzalarda qalblarimizda shu bayroqqa uning timsoli ona vataniga bo'lgan
cheksiz hurmat, chuqur daxldorlik hissi. She'r, Bobur, Hayoz, G'ol. Vatan shon shuhrati, salohiyat, qudrati, mustaqillik, nusrati aks etgan bayrog'imda, bayrog'im ko'z qarog'imda. Ranglarning ma'nosi, xalqning ruhi a'zosi, O'zbekiston havosi aks etgan bayrog'imda, bayrog'im ko'z qarog'imda. Men shu vatan erkasi, al-qomat yelkasida aks etgan bayrog'imda, bayrog'im ko'z qarog'imda. Raqs O'zbekiston qizlari. O'zbekiston bayrog'i butun uzunligi bo'ylab o'tgan to'q maviy rang, oq rang va to'q yashil rangli 3 ta endan tarkib topgan to'g'ri to'pchak shaklidagi matodir. Rangning uzunligi 200 santimetrga teng, kengligi 125 santimetrga tenglik 40 santimetrga teng. Qizil rangli qo'shalar 2,5 santimetrga teng. Rangning yuqori qismida oq rangli yarim oy va 12 ta 5 qirrali yulduz joylashgan. Firdavs Odina Faridqizı. Shu uzra hilpiraydi bayrog'im, senga bosib tashlagan marog'im, maviy, yashil, oppoq ranglari, qizil chiziq tomirda yaqinlari, osmonimiz bo'lsin maviy musafo, bo'yi uzra yashil madiylarga. Oq rangda ishlandim, oy yulduz nurlari porlatda hilpiraver, umrimning bayrog'i, sen yursin yuraklarning ardog'i. Vatan siymosini ifoda etib, ko'kda hilpiraydi o'zbekcha bayroq, halol oy yulduzlar va to'rtta rangi, moviy, qizil, yashil hamdor. Har biri o'zgacha ma'no-kasbida g'urur, iftixor tilga kiradi. O'zidan yashil nurli haqiqatni navbatma-navbat ochib beradi.
Ko'kda hilpirar mag'rur O'zbekiston bayrog'i, dillarda salo g'urur iftixor bayrog'i. O'z bayrog'imda faqat ular qilar iftixor, undagi har bir rangning o'z ramzi ma'nosi bor. Bayroqdagi to'rxil rang hamohanglik birlikda bir-birini to'ldirar, maqsad sari tenglikda. Havo rangi tinchlik demak, oq rangi poklik ramzi, yashil yashnagaydir, qizil rangi hayot ramzidir. Mavi rang, men mavi rang bo'laman, bayroqdan javolaman, tiriklik, mangu osmon, obog'iyat ramziman. Oq rangda aks etgan poklik va soflik, orzu va xayollar charog'onligi, tinchlikdan muqaddas qo'rg'onimiz O'zbekiston yurtim farovonligi. Yashil rang uyg'onish, yasharish demak, yashillik yarashar go'zal Bo'stonga, navqiron, umidli, shodumon yoshlar timsoli ko'rkam berar O'zbekistonga. Qizil rang esa vujudidan oqayotgan hayotiy irmoqlardan jo'shishidan berar darak. Yulduzlar davomli ma'nolarni so'zlaydi. 12 yulduz 12 oy tarixidan so'zlaydi. Yangi chiqqan tonlar har ko'zni o'zgacha olar. Duoga ochamiz qo'l, dilga nur poklik solar. O'zbekiston bayrog'ini haqiqatan nash etilgan kun 18-noyabr. Avvalambor bugun vatanimiz bo'ylab barcha tashkilotlarda, maktablarda, oliy o'quv yurtlarida
barcha joylarda katta bir tadbirlar bo'lib o'tyapti. Shu jumladan bizni Sharof Rashid tumanimizdagi ikkinchi o'rta ta'lim maktabida ham mana boshlang'ich binomizda juda ham ajoyib katta tadbir bo'lib o'tyapti. Mana bu xursandman bu tadbirdan. Chunki haqiqatdan mana hozir tadbirga keldim, qatnashdim, juda ajoyib. O'quvchilarimizni ko'zi chaqnab turibdi. Bilimga chanqoq, vatan ruhiyati singan ularga. Vatanni qanday himoya qilishni biladi ular. Mana shu haqiqatdan yosh avlodni bu ketishga haqiqatdan juda ham ajoyib vatanparvar insonlar bu yetishiga hech qanday shubham yo'q. Avvalambor mana shu bayroq tashkil etilgan kunning 34 yillik munosabati bilan barchalarni, ustozlarimizni, o'quvchilarimizni, barcha madaniyat mahalla ahlini mana shu ajoyib kun bilan, qolaversa xalqimizni mana shu ajoyib kun bilan chin yurakdan maktab rahbariyati nomidan tabriklayman. Barchalarga sog'lik, salomatlik, mana shunday O'zbekiston bayrog'i yuqori hilpirayversin. O'zbekistonimizning mustaqilligi abadiy bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Respublikasida boshqa prezident hisoblanadi, davlat boshlig'i bu millat misoli, davlat rahbari yo'l boshchisidir. Boshimiz ta'kidlagandek, O'zbekiston afzalligini izohlash o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash ham demakdir. Dunyoda millat va elatlar ko'p, lekin O'zbekistonda bitta, uning bayrog'i ham yagona. Ana shu bayram yurtboshimiz rahmonligidan xalqimiz uchun ezgu maqsadlar sari olg'a boraveramiz. Shu bilan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling, bayrog'imizni yuksaklarga ko'taring.